Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Navbatdagi obyektimiz Farg'ona Quva tumaniga qurib bitkazib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profillaridan qilib beramiz. Xo'p, bu joyimiz to'yxonaga mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profillaridan. Ichkaridan ko'rinish holatlarini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bundan tashqari katta molxona, katta to'yxona, katta qo'yxonalar usti, har xil o'lchamdagi zavod fabrikalar ustini ham xudo xolasa konteyner profillaridan qurib bitkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Ichkaridan ko'rinish holatlari. Fermalarimiz orasi har 1.20 ga qo'yilgan. Reykalarimiz orasi 65 cm ga qo'yib chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Bu joyimiz balkon holatlari. Ko'rishingiz mumkin, bahaybat bo'lgan. Bu joyimiz eniga 20 metr, uzunasiga 40 metr joyimizni chiroyli holatda konteyner profillaridan qurib bitkazib berdik. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kottej darvozaxonalarini ham bez stoka qilib 8 ga 16 joylarda bemalol xudo xolasa kottej darvozaxonalarini ham qurib bitkazib beramiz. Bu joyimizni bitganiga bir 10 kunlar bo'ldi. Xudo xolasa bugun kelib chiroyli qilib syomkalar qilib beryapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol akalar aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlar 24 soat xudo xolasa ishlab turadi. Bu konteyner materiallaridan xudo xolasa katta zavodlarning ustini ham yopib beryapmiz shu materialdan. Odamlar ko'tarmaydi, unaqa qilmaydi, bunaqa qilmaydi deganlarga mana ko'rishingiz mumkin 20 metrga bez stoka qilib chiroyli holatda bitkazib berganmiz. Xudo xolasa tepasida 20-30 cm qori bor mashina ustida. Tashqarilarga qor yoqqan. Tepasida hozir shu turishida 20-30 cm. Xudo xolasa akalar 100% garantiyalari bilan через notariuslar qilib o'tkazib ham beramiz. Mana. Hozir yana bir tashqaridan ko'rinish holati, yonboshidan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Yonboshidan ko'rinish holatlari 100% konteyner profilidan. Tamom, latoylarigacha konteyner profillaridan qurib bitkazib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, latoygacha. Bu joyimizning narxlariga keladigan bo'lsa, bu joyimizning narxlari 280 ming so'mdan 1 kvadrat tushgan uy egalariga. Nimaga 280 ming deganlaringizga, bu hamma yo'g'i divaynoy holatda bo'lgan. Bitta ham yakkali ishlatilmagan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.